Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi qo'llanmamizdan demak 13-betga keldik. Ana shundan davom etamiz. Demak, mana bu yerda al-huruful qamariyya val hurufush shamsiyya. Shamsiy va qamariy harflar haqida. Al-huruful qamariyya. Demak, qamariy harflar 14 ta edi. Bu yerda har bir harfga misol keltirilgan. Val hurufush shamsiyya va shamsiy harflar ham 14 ta edi. Bularga har biriga misol keltirgan. Birinchi qamariy harflardan boshlaymiz. Demak, alif harfimiz yoki hamza harfimiz al-abu ota. Demak, hamza qamariy bo'lgani uchun lom sukun bilan o'qildi. Al-babu eshik. Demak, alif lomlik so'zlar barchasi aniq so'zlar hisoblanadi. Demak, bu yerda ota ham, eshik ham aniq nazarda tutilgan, eshituvchi, gapirguvchi tushungan aynan bir narsa yoki bir shaxs. Xo'sh, keyingisi. Al-jisru ko'prik. Al-himaru eshak. Al-khubzu non. Al-aynu ko'z. Al-g'adau abidga ovqat. Al-famu og'iz. Al-qamaru oy. Al-kalbu it. Al-ma'u suv. Al-waladu bola. Al-havau havo. Al-yadu qo'l. Endi mana bu yerda shamsiy harflarga misollar berildi. At-tajiru savdogar. Demak, shamsiy harf alif lomdan keyingisi u tashdidli bo'ladi va lom harfi o'qilmaydi. As-thawbu ko'ylak. Ad-diku xo'roz. Az-zahabu tilla yoki oltin. Ar-rajulu kishi. Az-zahratu gul. As-samaku baliq. Ash-shamsu quyosh. Demak, mana shamsiy qamariy degan so'z mana shu so'zlardan olingan. Al-qamaru lom sukun bilan o'qiladi. Ash-shamsuda sh tashdid bilan bo'ladi. Lom o'qilmaydi. As-sadru ko'krak. Ad-doyfu demak mehmon. At-tolibu talaba. Az-zohru yelka orqa taraf. Al-lahmu go'sht. An-najmu demak bu yerda yulduz ma'nosida. Demak, harflarni yodlab olamiz. 14 ta mana bu yerda shamsiy harflar berildi. Birinchi ustun qamariy harflar berildi, ikkinchi ustun shamsiy harflar berildi. Demak, bizda keyingi kitoblarimizda bu narsada mana bunaqa belgilar, tashdidlar bo'lmasligi mumkin. Biz o'shanda mana bu harflarni yodlab olganimiz uchun so'zlarni ajrata olamiz. Bu yerda yana tamarinun mashqlar bor. Mashqlarni hozir o'qib davom ettiramiz. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. Kelayotgan so'zlarni o'qing va ularni o'sha qamariy va shamsiy harflarni nutq qilish qoidalariga rioya qilgan holda yozing va o'qing. Al-baytu uy. Ad-diku xo'roz. Al-mudarrisu o'qituvchi. Al-babu eshik. At-tolibu talaba. As-sukkaru shakar. Ad-daftaru daftar. Al-akhu aka. Ar-rajulu kishi. Al-wajhu yuz. As-sadiqu do'st. Al-qamaru oy. At-tuffahu olma. Al-kitabu kitob. Ar-ra'su bosh. Al-isba'u barmoq. As-sobunu sobun. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni o'zlashtirib, yozib o'qib mashq qilamiz.